Xo'sh, hurmatli obunachilar, davom etamiz. Yana bir to'sqinlik joylarga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Bot qishlog'iga kelganmiz. Ko'ringlar, kimga mebelimiz qilsa bo'lsa, yana bitta sizlarga video obzorini qilib beramiz. Xo'sh, mana bu joy xonaga kirib kelishimiz, bu taraf ko'cha taraf, ya'ni hovli tarafimiz derazalari, bu taraf endi ichkari. Xonani ko'ringlar, lyustralar qo'yilgan, remontlar bo'lgan, pardalar deysizlarmi, gilamlar deysizlarmi, hamma narsasi tayyor holatda. Xudo xolasa biz mebelni olib keldik, mebelni ham uстановкасini tugatdik. Mebelimizga o'tamiz. Mebel 100% laminatdan bo'ladi. Xonaga tushganini o'zlaring bahosini beringlar. Xonamizga rosa ham lekin chiroyli bo'lib chiqdi, o'zimizga ham rosa yoqdi. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, Xudo xolasa video zo'rni qilamiz. Qolgan suyuklarni o'qirasan. Xo'sh. Yana arigin. Galagalarni qurur yana bitta bor. Yonni ham to'kilchatil bu. Ana shu bo'ldi. Xo'sh, ko'ringlar, mana xonamizga tushdi. Yorug'liklarni hammasini maksimal darajada ishlatdik. Xo'sh, spalnisiga o'tamiz. Spalnis o'zinasiga 2 o'nga 1.70, yo'nlari yerga tegib turadigan. Ana ko'ringlar, oyoq ushlari deysizlarmi? Zilari bolt kaykalga olingan, uylarga kelgan usulda mana shu bolt kaykasini so'rab olasizlar. Matras xohlovchilar uchun ustiga 750 ming, 800 ming so'm matras pul qo'shiladi mebelda o'zini asli narxiga. Mana bu bosh tomoni. Ranglardan tanlov bor, ranglardan tanlov qilib beramiz. Mana bunisi hozir 5 li machalka bo'ladi, taglari dispidan bo'ladi. Tumbasiga o'tamiz. Tumbasi ikkita bo'ladi, xuddi mana shunaqa, nariga bitta, mana bu bitta. Tumbasi ham balandgina, ko'ringlar. O'zlarining hisob-kitobini olaverasizlar. Zilari plasmas PVХdan bo'ladi. Shkafiga o'tamiz. Shkafi 2.40, balandligi 2.15, 2.20, plus minus 2 cm bo'ladi. Oynalarda zil har doimgidek chaqlangan bo'ladi. Zillari bo'ladi ham plasmas PVX. Ichlari o'rtasi kiyim taxlashga, ikkita chekkasi kiyim ilishga. Bir tarafi uzun kiyimlar uchun, u tarafi kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu eshik yopilganda ham qattiq shum chiqarmaslik uchun oq patchasi ham bo'ladi. Xo'sh, ko'ringlar, xizmatlarimiz kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Yana bir marta mana bunisini ham tremosini ham ko'rsatamiz. Tremos o'zinasiga 1.38, 1.40 bo'ladi, plus minus 2 cm, 3 ta polkacha, oynalarda ziyi charxlangan bo'ladi. Ana tremosi. Ikkita tortmacha, ikkita eshikcha bo'ladi, mana bu ichlari. Sigaretning tortmachasida mana dokument solish uchun narsalar ham qo'yadigan joyimiz bor. Ko'raverasizlar. Tipasi abisning tortma. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa 91 lik 941 45 40 turga aloqaga chiqasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka xizmatlari mutlaqo bepul. Narxi 7 million 200 ming o'tib berayotgan joyi bo'ladi.